Assalomu alaykum akalar, qadrli obunachilar. Mana bugun Farg'ona shahriga yozyovonga olib kelib berdik. Radiator pechkamiz 2 metrligini. Chotki holatda mana ishlatib berdik. Ertaman zakaz qilishganda mana obeddan keyinga olib kelib berdik, to'g'rimi aka? To'g'ri. Chotki holatda ishlayaptimi? Xudoga shukr. Biz nimaga odam o'zini chiqarmaysan deysizlar. O'zini chiqarmaymiz hech kimda, chunki ertaga kimdir o'chiring video deyish mumkin. Shuning uchun biz hech kimni olmaymiz videoga. Prosta so'z isboti o'rnida egalaridan birozim o'zlarini odzivlarini so'rab qolamiz. Xudo xolasa sizlar ham videoga like bosinglar. Bundan keyingi dastavka siz yuzga bo'lishi mumkin. Mana kecha kungi o'sha videodan ko'rib telefon qilgandilar. Mana o'sha dastavkamizdan keyingi dastavka bu shu yerga olib kelib bering, mana yozyovonga. 2 metrligi. Bundan kichkinalari ham bor. Kattalari ham bor. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar.